Sehrli quduq. Va nihoyat seni topdim. Endi meni tilaklarimni amalga oshirasanmi? Alo. Quduq. Abrakadabra. Rahtibidoh. Sevsim ochil. Expecto patronum. Ben tushundim. Sen bir oddiy suv ham hech kimga kerak bo'lmaydigan, o'zi ham bir tanga qimmat bir quduq ekaning. Hazırlaştım okay. Kechir meni quduqjon, kechir. Hozir senga hamma tilaklarimni aytaman, bajarasanmi? Faqatgina 3tasini. 3ta ham yetadi. Oha, nima bo'lib o'tdi? Ana quduq hammamiz tilagim maza bo'libdi. Ha, sizlar nima tilasizlar? Biz 8ga kirmaganmiz. Tilak o'zi 3ta. Demak, aqlli ishlatib. Aqling bo'lsa ishlatasan. Aralashmay o'tir. Eng kerakli narsani so'rashim kerak. Danli moment bizning uyga eng kerak bo'lgan narsa bir zakonligini olib topib ber. Ona qol. Sen zakonli quduqchi ekan-ku. Yana birinchisi olib topib kerak edi, ikkinchisi sal savrimenda tilak. Shaharga chiqqan paytim, qishloqni ichiga to'qqan paytim uy o'ltirmay qolibdi. Zakon achki ber. Ona qol. Voy! Rahmat quduq. Mana qara, men 3-tilagimni o'ylab kelib qitidan keyin beraman, tushundingmi? Yaxshi marka bo'lsa zo'r bo'laydi-da. Ona qol. Nima mashin bu? Yaxshi mashin ish qiladi. Bu Jetor TB. Jetor Buxoro avtosalonidan oldim. Vobshe chotki. Yaxshi ham 3-tilagimni o'ltiraman men. Kallam ishlaydi, hozir yomon qilaman. Quduqjon, men xatoyim tushundim. Yaxshilab o'ylab bir qaror keldim. 3-tilagimga menga 3 lezvalik bir zakonni bir britvacha bersak nima bo'ladi? Ye, quduq bor. Aşkım çok pardon.